davlat rahbari o'zini qozisining oldiga borsa, o'zini davlatini, o'zi tayinlagan qozini hukmi rahbarni ziyoniga bo'lsa va rahbar buni qabul qilsa, birodarlar, islom tarixida bor bu narsa faqat bilmaymiz bu tariximiz, afsus. Bizga ertaga kech islamskiy sizlar aytdinglar. Islamskiy desanglar terrorizm degan so'z keladigan bo'lib qolgan. Birodarlar, terrorni islomga hech qanaqa aloqasi yo'q. Biz dinimizga tuhmat, dinimizga bo'xton qilayotgan, dinimizni dushmanlarining ishi bu. Islamskiy desanglar shu sinonim bo'lib qolgan shu so'z. Hasan desa Husayn kelgandaqa. Bizga singdirib olishyapti shunaqa deb. Lekin islomga hech qanday aloqasi yo'q, birodarlar, bu narsalarning. Endi bu narsalarni kallamizdan chiqarishimiz uchun kitob o'qishimiz kerak. Faqat televizor tagida o'tirmasligimiz kerak. O'g'lim, mana shu kitobni o'qib tugatsangiz, mana bu narsani beraman deb olavering-da. Ilm fazli.